Qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi sohalaridan biri hisoblanadi. Shu bois ham uni rivojlantirish va samaradorligini oshirish orqali aholi farovonligini ta'minlash, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish eng muhim ustuvor vazifalar sifatida qaralmoqda. Zeroki yurt ravnaqi, taraqqiyoti, xalqimiz turmush farovonligi, dasturxonimizning fayzi bevosita ushbu tarmoq istiqboliga bog'liqdir. Qolaversa, iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va aholi farovonligini oshirishda agrar sohaning o'rni g'oyatda muhim. Koson tumani iqtisodiyotida paxtachilik va g'allachilik yetakchi tarmoqlardan hisoblanadi. Birgina paxtachilik yo'nalishini oladigan bo'lsak, 2024-yilda tumanda 21 ming gektar maydonda serhosil paxta navlari ekilib, undan yuqori hosildorlikka erishildi. Qabul maskanlariga 50 ming tonnadan ortiqroq sifatli paxta xomashyosi yetkazib berilgan. Dehqonchilikda o'ziga xos tajriba maktabi yaratgan kosonlik paxtakorlar joriy yil paxta hosili uchun 20.320 gektar maydonda erta bahordan baraka chigit qadashni mo'ljallamoqda. Paxta yetishtirish bo'yicha bugungi kunda tumanimizda 20.320 gektar chigit ekiladigan maydonlarni yerlar tekislanib, pushta olish ishlari olib borilmoqda. Shu paytgacha paxtani 90lik sxemada yetishtirib kelgan tumanimiz bu yil to'liq paxtani 76 sxemada chigit ekilib, g'o'za parvarish qilinishi kutilmoqda. 76 sxemadan maqsad nima? Maqsad har bir gektar maydonga ko'chat tufson olish. Yana 90lik chigit ekkan dalalarimizda gektariga 85 ming, 90 ming ko'chat olgan bo'lsak, 76 sxemaga o'tganimizdan keyin 120 ming, 130 mingta ko'chat olishga erishamiz. Mana shu bo'yicha tumanda mavjud chopiq traktorlari, chigit tegish selkalari, kultivatorlar 76 sxemaga moslashtirilib, yangi chigit tegish selkalari sotib olinyapti va kultivator hamda traktorlarni 76 sxemaga moslashtirish jarayonlari olib borilmoqda. Paxtachilik, g'allachilikda suv tejavish texnologiyalaridan foydalanish maqsadida birinchi navbatda yerlarni mana unumdor bo'lgan lazerni yer tekislash bilan tekislashga juda e'tibor berilyapti. Lazerli yer tekislaganimizda dalada suv iqtisod qilinadi, kam suv sarflanib o'simlikka yaxshi hosil olishga, shuningdek tomchilatib sug'orish, g'alla maydonlarida yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari, bu texnologiyalar sinovdan o'tgan fermerlar bugungi kunda o'zlari bir-biri bilan yangi texnologiyaga qiziqqan holda bu suv tejavish texnologiyani joriy qilishga amaliy ishlar olib bormoqda. Birinchidan, suv sarfi kam bo'lgandan keyin suvda to'lanadigan soliq kamayadi, suvda iqtisod qilinadi. Yana faqat paxta, g'alla emas, boshqa ekinlarda aholi tomorqasiga va boshqa ekinlarga ham suv, chorva oziqa ekinlariga, takroriy ekinlarga ham suvda iqtisod bo'lib sug'orishga imkoniyat yaratiladi. Jarqum hududida 1200 gektar maydonga chigit ekib, 60 sentrdan paxta hosildorlikka erishdi. Mana bu yil tajriba tariqasida buni fermerlarimiz borib ko'rib, o'zlari xitoylik investorlar bilan gaplashib, Xitoy texnologiyasi asosida chigit ekib, ekish uchun navni xitoylik investorlardan olib ekishga bu yil juda katta yaxshi harakat bo'lyapti. Xitoylik investorlar Koson tumanida o'tgan yil 1200 gektarga chigit ekkan bo'lsa, bu yil 4000 gektardan ziyod maydonga o'zlari chigit ekib, mana shu fermerlarimiz bilan birgalikda hamkorlik qilib va o'zimiz mahalliy fermerlar ham xitoylik investorlar texnologiyasini qo'llagan holda Xitoy texnologiyasi asosida chigit olib va Xitoy texnologiyasi asosida texnika bilan ishlab, o'g'itlantirish va boshqa agrotexnik tadbirlarni xitoylik investorlar bilan birgalikda olib borishga o'zaro shartnoma qilib bugungi kunda ish olib boryapti. Maqsad pirovard natijada yana mahsulot yetishtirish tan narxini kamaytirib, yuqori natijaga erishib, katta iqtisodiy samaraga erishish. Paxtachilikda mo'l hosil yetishtirishning eng muhim omillaridan biri yerlarni sifatli shudgorlash hamda ekin ekishga tayyorlashdan iboratdir. Sifatli tayyorlangan yerdan kelgusida yuqori hosildorlikka erishish imkoniyati katta. Bu ko'p jihatdan ekish texnikalarining mavsumga, shayligiga ham bog'liqdir. Tumandagi bunyodkor paxta to'qimachilik klasterida chigit ekishga qatnashadigan texnikalarning mavsumga tayyorlash ishlari uyushqoqlik bilan olib borilyapti. Buning uchun ta'mirlovchilar guruhi tashkil etilib, ular tomonidan traktor, ekish selkasi, baran va boshqa texnika vositalari mavsumga shay holatga keltirildi.
Barcha turdagi texnikalarimiz hammasi shay holatga keltirilib, fermerlarni ta'minlashga imkoniyatimiz bor. Mana 8 dona pnevmatik selkamiz bor. Turkiya davlatidan keltirilgan. 4 dona kultivatorimiz bor. Hammasini tayyorlaganmiz. Chigitni o'z vaqtida ekib, mana shu yaqin kunlarda ishni boshlash shuni maqsad qilgan. Qishloq xo'jaligi ekinlaridan mo'l hosil olishda avvalo yerga qadaladigan urug'lik sifati muhim ahamiyatga ega. Bunyodkor paxta to'qimachilik klasterining urug'lik tayyorlash sexida urug'lik chigitni tozalash, saralash, tuksizlantirish va qishloq xo'jaligi zararkunandalari hamda kasalliklarga qarshi doralash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa sexda urug'lik chigitni saralab alohida navlar bo'yicha ajratib olinishi, dorilanib maxsus qoplarga joylashtirilishi, saqlanishi bilan bog'liq jarayonlar uzluksiz davom etmoqda. Bunyodkor MCH'da 1250 tonna bu yilgi rejamiz. Hozir urug'lik chigit doralash jadval bizda ketyapti. 2 smena ish tashkil qilganmiz. Ishchilarda hech qanaqa kamchiliklar yo'q, hammasi joyida. O'z vaqtida hammasi yuritilyapti. Jami 1250 tonna rejamiz to'liq bajarildi. Hozir qo'shimcha yana rejalar bajarilyapti. Hozir doralash jarayoni ketyapti. Hammasi yaxshi. Bunyodkor MCH klasterini o'zida 870 tonna urug'lik chigitimizda dorilangan, tayyor holatda hozir sertifikatlarga jo'natilgan. Xudo xolasa yana davom etyapmiz. Ish jarayoni hozircha davom etib boryapti. Maqsadimiz shu, xudo xolasa 2025-yil hosili uchun sara sifatli urug' yetishtirib berish, yaxshi hosildorlikka erishish. Shu maqsadda harakat qilyapmiz hozir. G'allachilik mamlakatimiz qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biridir. Shu bois ham boshoqli don ekinlarini kuz-qish mavsumida mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tuman g'allakorlari bu yil 18500 gektar maydonda iqlim sharoitiga mos bo'lgan suvsizlikka chidamli g'alla navlarini yetishtirishmoqda. Ertangi hosilni barakali bo'lishi esa agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli o'tkazishni taqozo etadi. Shu maqsadda g'alla maysalarini mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish, g'alla maysalariga kimyoviy va biologik ishlov berish, bargdan oziqlantirish, zararkunandalarga va kasalliklarga qarshi kurashish borasida muayyan ishlar olib borilmoqda. Koson tumanida 2025-yil g'alla hosili uchun 18500 gektar joy maydonga 1389 nafar fermer xo'jaliklari tomonidan g'alla ekilib, bugungi kunda g'alla parvarish qilmoqda. Bugungi kunda g'alla parvarishi bo'yicha o'ta muhim agrotexnik tadbirlardan, ya'ni g'allani bahorgi tinim davridan keyin bugungi kunda g'allaga gektariga g'allani holatiga qarab 150 kilogramdan 200-250 kilogramgacha azotli o'g'it hamda sulfat ammoniy o'g'itidan va g'allani faqat bu yilda sharbat bilan sug'orish uchun har bir gektariga 5 tonnadan mahalliy o'g'it chiqarib, handaklar o'ralar qilib sharbat bilan sug'orish uchun va g'alla dalalariga sepib tayyorgarlik ko'rilmoqda. Shuningdek, g'alla parvarishda o'ta muhim agrotexnik tadbirlardan biri bo'lgan g'allani begona o't, zararkunanda va hasharotlarga qarshi prognoz qilinib, biologik ishlov berish usullari bo'yicha ham ish olib borilmoqda. Shuningdek, tumanimizda bu yilda g'alladan har bir fermer yaxshi daromad olish natijasi maqsadida g'alladan gektariga 100 sentnerdan, paxtadan 50 sentnerdan hosil olish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Tumanda yer bilan tillashib, undan samarali foydalanib, istiqbolga erishayotgan nafaqat oilasi, balki xalqimizning farovonligiga munosib hissa qo'shib kelayotgan ilg'or, shijoatli fermerlar ko'pchiligini tashkil etadi. Ana shunday fermerlardan biri tumandagi Koson fermerlar hududida joylashgan Mo'min Rahmon o'g'li fermer xo'jaligi rahbari Eldor Rahmonovdir. Fermer xo'jaligi a'zolari mavjud 30 gektar yer maydonining 15 gektarida g'alla, 15 gektarida esa paxta yetishtirib, yuqori hosildorlikka erishmoqda. Ushbu fermer xo'jaligi paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashtirilgan bo'lib, har yili qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori natijalarga erishib, paxta va don topshirish bo'yicha shartnoma rejasini birinchilardan bo'lib bajarib kelmoqda. 2004-yil tashkil qilingan fermer xo'jaligimiz. 30 gektar maydonimiz bor. Paxta g'alla ekamiz har yili. O'tgan yili 65-70 sentner g'alladan hosil oldik. 42 sentner paxtadan oldik. Bu yil ham mana harakat qilyapmiz. 45 sentner, 5 sentner oshirib olishga. 10 gektar g'alla ekkanman, urug'lik
Alekseyevich navli g'alla ekkanman. 18 gektar paxta ekamiz. O'z vaqtida yerlarni shudgor qilish kerak. Vaqtida ko'chatni ekish kerak. Azotli mineral o'g'itlar bilan, mahalliy o'g'itlar bilan vaqtida oziqlantirish kerak. Shu o'z vaqtida qilinsa, yaxshi natijaga erishsa bo'ladi-da. Erta-indin begona o'tga qarshi suspenziya qilamiz. Bargdan oziqlantiruvchi preparatlar bilan 2 marta oziqlantiramiz. Texnika olishga harakat qilyapmiz. Bu yil hozir texnikalarim bor, chopiq traktor, haydov traktor endi harakat qilyapmiz. Tirkamalar bor, yerda ishlaydigan chigitek selkalari moslamalarimiz bor, g'alla selka. Bu yil endi yaxshiroq bir zamonaviy texnikaga harakat qilyapmiz. 2025-yil g'alla hosili uchun 40 tonna urug'lik g'alla topshirishga shartnoma qilganmiz. 20 tonna oshiqchasi bilan bajarishga harakat qilamiz. Daromad yaxshiroq bo'ladi. Shuni hisobidan bir texnikaga harakat qilamiz. Amalga oshirilayotgan bunday agrotexnik tadbirlar qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirib, aholini sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash imkonini beradi.